Bir dona silka bilan istalgan odamingizni qayerda yurganini bilishingiz mumkin. Buni hozir qanaqa qilishni o'rgataman. Siz videoni oxirigacha ko'ring. Buning uchun birinchi o'rinda brauzerdan xohlagan rasmimizning silkasini olib olamiz. Keyin bo'lsa ilova Mi Botga kiramiz. Bu joydan menyuga kiradigan bo'lsak, pastroqda lokatsiya aniqlash degan tugma bor. Shuni bosamiz. Endi bizani boshqa saytga olib o'tadi va mana shu joyga o'zimizning silkani kirgizamiz. Endi Sazdat korotkий silka degan knopkani bosamiz. Silkamiz tayyor bo'ldi. Buni kopiya qilishdan oldin pastiga mana bu 3 ta narsani yoqib qo'yamiz. Endi buni kopiya qilamiz. Lokatsiyasini bilmoqchi bo'lgan odamimizga jo'natamiz. U odam lokatsiyani ochganidan keyin silkamizga qaytamiz va obnovit qilamiz. To'xtang, shu joyda menga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, chunki shunaqa foydali videolarni o'tkazib olishingiz mumkin. Endi pastroqda aynan o'sha odamning silkasi turgan bo'ladi. Smart Data knopkasini bossak, kattaligi mana chiqib keladi. Botga profilimni aktualniysida turgan ilova Mi Botdan ham kirsanglar bo'ladi. Bu narsani faqatgina yaxshi maqsadlarda ishlatinglar, xayrlar. Baxtli bo'linglar.